Rent-car bu istalgan avtomobilni ma'lum bir muddatgacha ijaraga olib, boshqarishni ko'zda tutuvchi xizmat. Xorijda asosan sayyohlar uchun yo'lga qo'yilgan ushbu xizmatga bizda to'y marosimlarida talab yuqori. Oliftagarchilik, dabdaba va o'zini o'zi ko'z qilishdan boshqa narsa deya olmayman buni. Muxbirimiz mana shunday avtomobillarni ijaraga beruvchi tadbirkorlardan bir nechtasiga qo'ng'iroq qilib surishtiruv o'tkazdi. E'tiborlisi, shu xizmat ortidan daromad topayotganlar mijozning haydovchilik guvohnomasiga ega emasman deyishiga qaramay, xizmatni pullashga rozi. Tushunmadim. Soati nechi pulida, opa? Soati 150 ming. 150 ming, bez prava ham olaversa bo'ladi uni. Voyaga yetgan bo'lishingiz kerak. Ha. 19 yosh bo'lishingiz kerak. Gentra binovrasizmi? Ha, Gentra bo'lsa ham bo'laveradi. Bundan bir muddat oldin Namangan viloyatida sodir bo'lgan ayanchli avtohalokat esingizdami? Ushbu yigit bu videoni o'limidan oldin ijaraga olingan Gentra avtomobilining ichida tasvirga olgan. Birozdan so'ng esa u hamda yonidagi ikki sherigi ham avtohalokat tufayli vafot etgan. Mana bu holatda esa bor yo'g'i 220 ming so'mga ijaraga olingan Nexia 3 avtomobilni yuk mashinasi bir necha metrga sudrab ketgan. Bunday holatlarni yana o'nlab sanashimiz mumkin. Ushbu ayanchli voqealardan xulosa chiqarmay, hali hamon voyaga yetmaganlarga ijaraga avtomobil beradiganlar borligi achinarli albatta. So'rasam ertaga mashina qilib bera olinglar, xudo xolasa. Qilib beradi. Xo'p, bo'ladi. Bez prava haydasa bo'ladimi? Bo'laveradi, beraveradi. Xo'p, bo'ladi. Rahmat kattakon. Ushbu reklamada siz Toshkent shahrida avtomobilni hech qanday hujjatlarsiz ijaraga olishingiz mumkinligi aytilgan. Narxlar asosan 1 soatga 100 dan 200 ming so'mgacha. Kunlik ijara narxi esa 100 AQSh dollaridan boshlanib 500 gacha. Bu summa qaysidir o'quvchining orzusini amalga oshirishi mumkin. Ammo buning ortida bir onaning yig'isi, qaysidir oilaning fojiasi turibdi. Hozirgi kunda o'zingizlarning xabaringlar bor. Voyaga yetmagan yosh maktab bolalariga oliftagarchilikka ushbu xususiy firmalar avtotransport vositalarini berib yuborishyapti va shuning oqibatida yo'l transport hodisalari uchrayapti. Bundan tashqari o'lim bilan bog'liqlari ko'p bo'lyapti. Avtotransport vositasini berayotganda haydovchidan ushbu me'yoriy hujjatlar talab qilinishi shart. Haydovchilik guvohnomasi, fuqarolik pasporti, kamida 2 yillik haydovchilik tajribasi bo'lishi kerak. Shundagina avtotransport vositasini ijaraga bersa bo'ladi. Bugun yo'llardagi fojialarning ildizi faqat tezlikda emas, tizimdagi befarqlikda. Har safar mazkur organlar tomonidan reyd o'tkazyapmiz degan bayonotlar muammoni yechmaydi. Aslida esa voyaga yetmaganlarga mashina ijaraga berayotgan har bir shaxs, har bir mas'ul tashkilot bu vaziyatni nazoratga olishi zarur. Bu juda ham og'ir vaziyatlarga olib kelyapti. Bir yilda 10 mingga yaqin yo'l transport hodisasi sodir bo'lyapti. Undan tashqari, undan 2 mingdan ziyod haydovchilar halok bo'lyapti. Eng achinarlisi ulardan 35 yoshgacha bo'lgan shaxslar. Undan tashqari voyaga yetmagan shaxslar orqasidan ham nechta oilalar yo'q bo'lib ketyapti. Haydovchilik guvohnomasiz transport vositasini boshqarish bu juda ham bir xunuk holat deb bilaman. Rentkardan haydovchilik guvohnomasi yo'q bo'lgan shaxslarga kunlik arendaga mashinalar beryapti ekan. Bu ham bir juda xunuk holatlardan biri. Nimaga deganda, chunki unda haydovchilik guvohnomasi yo'q, bu transport vositasini boshqarishga ishonch dorasi yo'q. Bu jarayonlar orqali bo'ladi. Haydovchilarimizni bir toifa bilan bo'ladigan bo'lsa, masalan, 69 soat amaliy darslar ajratilgan bo'ladi. O'quvchilar amaliy mashg'ulotlarga chiqib, nazariy bilimlarni olgandan keyingina yo'lda harakatlanishga ruxsat beriladi. Bundan kelib chiqadiki, Rent-car kabi tizimlar ustidan real nazorat yo'q. Shuning uchun bugun mashina kaliti har kimning qo'lida. Ularga pul tushsa bo'ldi. Avtohalokat tufayli bo'layotgan o'limlar esa bu kimsalarga shunchaki statistika. Vaziyat jiddiy nazoratga olinmas ekan, og'ir oqibatlar yuzaga kelaveradi. Muhammad Amir Hayotzoda, Obidjon Yoqubov, Gapiring Plus dasturi uchun.